Assalomu alaykum tomoshabinlar, akalar, bugun sizlarga Namangan mashina bozoridan bugun Lavolar ikkinchi qismi chiqadi, xudo xolasa. Kanalga yangilar bo'lsa albatta obuna tugmachasini bosib qo'yinglar, xato kamchilik bo'lsa uni so'raymiz akalar. Biz keyin boshlardikki yili 2011-yil. Mashina gelb Lavolar, bagajlar, tentlar qo'yilgan akalar. To'rtta balon holat akalar. Oldindan aytib ketay, mash holatda, вообще shikolat holatda. Hali tuklar to'kilmagan, to'rtta balon olasizdan kelib ko'rib olasizlar akalar. Mashina salon holatini gapirib o'tirishni hojati yo'q akalar, o'zdan ko'rib turibsizlar. Ko'rib turganlaringdek tana holatda turibdi. Tunukalar qoplangan akalar. Bu hamcha Damazdan tarqaganlar bu. Gaz balonlar, benzinlar. Benzinga yuradi. Qo'yishibdi, ha. 1,5 tonnaga yuklar ayirishadi, garantiya. Ramalan ustidan qilib qo'yilgan. Motor korobka zadnimi zo'r. Gaz benzinga yuradi. Narxlari qancha aka? Narxi 4600. 4600. Qancha qilishyapti aka bozorda? 4300, 4400 qilishdi, beralmaydi. Tavaskiga yursa beramiz. Chapcha qo'shib yuborsa yuraveramiz. Chicha qo'shib yuborsa tavasiga. Nasiya savdomiz bormi aka? Yo'q, naqdga sotish kerak. Bankmi? Yo'q, naqdga. Faqat naqd puli borlarga. Mineralni chiqaradimi aka? Hali boy dokument chiqadi, dokument qilib beramiz nomiga. Bo'ldi, hamma narsaning dokumenti bor, tentigacha. Telefon raqami aytasiz. 91lik 355 0170. 0170 raqamga aloqa chiqarasizlar. Akamiz o'zlari bilan bemalol bog'lanib kelishaverasizlar. Hop, yana qaysi biri bor aka? Hop, akalar ko'ringlarchi, mashinamiz yili 2008-yil. Mashinamiz gelb Lavoy, bagaj, tent. Mashina to'rtta balon holatda akalar. Bir xil holatda, to'rtta holatda turibdi. Bittasi zo'r, bittasi dabdala emas. To'rtta balon holati, shikolat holatda turibdi. Salonni ko'ryapsizlar akalar. O'ndan bir xil cho'tka holatda turibdi. Hop, obshipkalargacha chexollar qilib qo'yilgan akalar. Probega noma'lum. Mashinamiz magnitofon, kolonkalari bor. Gaz benzinga yuradigan mashinamiz eng qizig'i. Tunukalar qoplangan. Temir balonlar. Mashina holati akalar, вообще zo'r. Zigzaglar qanaqa aka? Zigzaglar. Mashina nechta tonnaga garantiya berasizlar aka? 1,5 tonnagacha garantiya. Hop, general, aka buni narxi qanchadir so'rayapsiz? Buni 4900 ozgina kam bor. Gazli benzinda yuradi, motori bahorda bo'lgan ekan, motori zo'r. Va texnik holatga qarab qo'ygansizlar. Hamma yo'q joyida, motor qarab qo'ygansizlar. Hamma yo'q joyida. So'rash kerak yo'q-da, u usta akalardan so'rash kerak yo'q. O'zlari haydab yurgan bo'lganda so'rardik. Hop, bu mashinamiz nechinchi yil aka? Bu 2009. 5000 kam bor. Ha. Oldindan mana akalar 5000 kam bor. Telefon raqam oxirida bitta qo'yib ketamiz. Hop, gelb Lavoylar. O'ynak suv ekan, chizilib qolibmi ekansan? Suv tomib qolgan ekan. Uzoqdan chiziqqa o'xshab ko'rinagan. Bagaj, tent, mashina akalar, chexol o'zan ko'rib turibsizlar. Chexol holatlari вообще shikolat. Probeglar 459 ming. Davroda shunaqa turibdi endi. Yo'qini men ham bilmayman. To'rtta balon holat akalar, bir xilda zo'r holatda turibdi. Ko'rib turibsizlar. Temir gaz balonlar, tunukalar qoplangan orqaga. Mashina shuni olasizlar, yukka qarab haydab chiqaverasizlar akalar. Benzinga yuradilar aka. Benzinda yuribdi, o'zi ikkitasi ham. Ikkitasi ham benzinda yuradi. Hozirgi kunda gaz topish muammo. Benzinda ikkitasi ham. Hop. Aka bag'di texnik holatlari yaxshi bo'lsa kerak. Zo'r, yurishlari hamma yo'q zo'r, motorlari yaxshi. Narxlari qancha endi bag'di? Bu 5000 kam bor aka. Ha, 5000 dollar kam bor. Telefon raqamini aytib keting aka. 91lik 91lik 357 357 44 94. 44 94 raqamga aloqa chiqarasizlar. Hop, akamiz o'zlari bilan bemalol kelishib, xudo xolasa o'zlari bilan baraka qilaverasiz. Aka, nasiyaga savdo yo'qmi? Faqat naqd puli borlarga aloqa chiqarasizlar akalar. Hop, akalar ko'ringlarchi, 2021-yil mashinamiz gelb Lavoylar, bagajlar,
tentlar akalar. Mashina 4 ta balon holati, ko'rib turibsizlar. 4 ta balon ham bir xil holatda, zo'r holatda turibdi akalar. Hop, pomlar, stoyka, sidena, polik, hamma shakli chexolni yangi bosib qo'yishibdi. 137 ming yozib qo'yishibdi endi yog'ini. Bablari, hop, magnitofon yo'q ekan, kalenkalar bor ekan. Bu ham shu Damazdan tarqagan labo. Hop, temir gaz balonlar akalar, gaz benzinga yuradi muhimi. Mashinani qishda, yozda qiynamay haydaysalar. Mashina zo'r holatda turibdi. Shu labo qilingan joyda kraska bo'lgan, bu yog'i o'sha hali chok poklari hech qayta ulangan, sulangan joyda yo'q. Mashina zo'r holatda deyishyapti, ana. Keyin bag'da narxlari qancha? Va texnik holatga qarab qo'yganmisizlar kerak. Bunda qarab qo'yilgan. 5800 kam bor, kelishtirib beramiz. Aha, dokumentlari ham muammosi yo'q. Dokumentlar muammosi yo'q. Bunisi generalni bo'ladi. Aloqaga chiqaverasiz. Telefon raqamini aytib 91lik 340 340 0015. 0015 raqamiga bunisiga ham aloqaga chiqaverasizlar. Bunisining narxi qancha aka? Bu ham bir xil. 5800 kam. $5800 kam bor. 21. 5,5 kam bo'lsa, nima ikkosini ham? Yo'q, pasayib ketadi. Ha, bo'ldi, mayli. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zi bozorda savdo past, shuning uchun hamma mashina narx-navosini pastroq aytib, tezroq sotib ketmoqchi ekanlar. Hop, tomlar chexol bo'lgan, rullar chexolni ko'rib turibsizlar. Tabloga tanyerka urishganlarni qilib ko'rishgan o'zlaricha. 140 ming yurgan ekan, magnitofon kolonkalar bor ekanlar. Hop, polik sotib qo'yilgan, qo'yilgan. Bagaj tent oldiga yetpa bo'ylar. 4 ta balon holatini ko'rib turibsizlar. 4 ta balon, 4 ta diskga bir xil yangi qo'yilgan. Tunikalar qoplangan akalar. Mashina suvda nima bo'ladi? Benzini 170 kg bana. Benzinga yuradi aka bu. Ha, yuradi. Uning benzinga yuradi. $5800 kam bor deyishyapti mana. Texnik holatlar akalar so'ragan bilan foydasi yo'q, chunki baribir javob deyishadi. Shu garantiya 1,5 tonnaga ya. 1,5 tonna yukka garantiya beriladi ikkosiga ham akalar. Aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa o'zlaring narx-navoni kelishib olsalaring, xudo xolasa mashinalarni hozir chiqarganlarimiz hammasi usta keladi mashinalar bular. O'zlari yasab, o'zlari naqlab, tayyorlab olib chiqishadi. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, o'zlaring kelishib, xudo xolasa mashinalarni o'zlari shu tayyorlashgan. Xo'p, akalar, biz shu bilan videomizni tugatamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'lasizlar.